Aka shundan mashina itarishib bor, Yo'q, aka, itara olmayman. Nimaga, tinchlikmi? Bir marta itarib tavba qilganman. Nima bo'lgandi o'shanda? Xullas, bundan 1 yil oldin O'sha kun begim kuni edi. Men bir akani mashinasini itarib, u bilan do'stlashib qoldim. Unga nomerimni berdim, gaplashib turamiz dedim. Ishonasizmi yo'qmi, bir-birimizga xarakterimiz rasa tushdi. Biz birdaniga do'stlashib ketdik. Men uni kuldirib turardim, u esa meni kuldirib turardi. Birinchi marta umrimda mashina itarib baxtiyor edim. Birgalikda raqslar tushardik, o'ynardik, kulardik. Kunlardan bir kuni u Abidani suvlardan olib ketdi. Men bu suvni bilaman desam, u yo'q dedi. Men Abidani limonligini ichardim. U esa maxitoligini ichardi. Ishonasizmi, limonligini ta'mi shunaqangi voy yomon bijirlatadi yuzingizda. Kunlardan bir kuni o'sha kun keldi. Itaring o'rtoq. Itaryapman, bosing. Voy. O'rtoq, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. hech narsani tushuntirma. Eshitishni ham xohlamayman. Nega mashinangizni begona itaryapti? Men nima qilishim kerak edi? O'rtoq, mashinam o'chib qolgandi. Hozir chaqirdim, shuni iltimos qildim. Telefon qiling edi menga, men kelib o'zim itarardim. Telefoningizga dasturpinlik bo'lib turganda men nima qilishim kerak? Telegram yo'qmi? Telegramdan qilmadingiz-ku. Men o'zim itaraman degandim-ku sizga. Nega begonaga itartiryapsiz? Yomon gumonga boryapsiz, Yo'q, o'rtoq. men gumonga emas, ko'rganimga ishonaman. Itarib yotibdi mana bu. Telefoningiz ishlamadi, ishlaganda men o'zimga taqirgan bo'lardim mashinamni. Turmang umuman. Do'stligimizga abadiy chek qo'ydim men. Itaraymi? Boring, siz ham. Aka, siz ham odamiga qarab itarmabsiz-da. Odamni qanaqaligini mashinasini itarganingizdan keyin bilasiz.